Oyi, Toshkentga bormoqchiman. Non olib kelaman. Qanaqa Toshkentga? Shunaqa shahar bor. Bu yerdan 2000 chaqirim narida. U yerda non juda ham arzon ekan. Nima balo alaqlayapsanmi deyman. Oyi, siz qo'rqmang. Qaytib kela olmasang-chi? Kelaman. Kap-katta erkaklar bormaydi-yu. Mushtay boshim bilan senga yo'l bosdim. Menga qarang, oyi. Toshkentga boraman u qaytaman. Har narsalar olib kelaman sizga. U yerda o'zimzor bog'lar ko'p. O'zimning har bittasi mondoq. Ko'chalarda o'riklar pishib yotadi. To'yib yeyish mumkin. Olma bilan yog'oqni bo'lsa, sigirga berishar ekan. Ol ye, yemayman. U yerda non juda ham ko'p. Suv tekin deyishadi. Hamma narsa bor ekan, ammo oyoq kiyim yo'q ekan. Mana shu chipta ko'shimga yirtiq bo'lsa ham savdolashmay chorak putdan berishadi. U yerdagi uylarning hammasi marmardan qurilgan. Har bir uy dronimsikiga 3 ta keladi. Oyi. Oyi. Oyijon. Nega qo'rqasiz? Darrov qaytib kelaman. Toshkentdan har narsa olib kelaman. Sensiz bir o'zim bular bilan nima qilaman? Mishink. Yo'q, yubormayman seni. Yubormayman. Misha, bolagina. Baribir boraman. Yo'q, bolam. Bormasam ochimizdan tirishib olamiz. Buvamni ko'mdik. Buvamni ko'mdik. Dadamni ko'mdik. Endi bizni ko'mmoqchimisiz? Hali qochib ketmoqchimisan? Meni ukalaringni tashlab hech qayerga yubormayman, tushundingmi? Baribir boraman. Dadam sen bosh bo'lasan deb vasiyat qiluvdilar. Yoshga bilan tekkan nima qilasiz? Boraman dedimmi, boraman. Gaping rost, Misha. Mayli bor. Hech bo'lmasa sen tirik qolarsan. Lekin senga berishga butun qop ham yo'q. Bor narsani olib ketaver. Balki ozmozdan olib kelarsan. Ekarmiz. Bo'lmasa 2 ta qop bering. Ikkitasidan to'kilmas. Rost. Qo'rqma, o'ldirmayman. Stepka. Shu yerda yotdim kechasi bilan.
Banditlarni yashirganlar javobgarlikka tortiladi. Bu yog'ini o'zingizdan ko'ring. Ketdik. Jim, azizim, Jim. Maja olib tashlayman. Chekistlarga rahmat aytinglar. Bo'lmasa yer tishlab qolardilaring. Seryoja. Nima? Yur birga jo'naymiz. Qayoqqa? Toshkentga non olib kelgani. Baribir bu yerdan olamiz. Menga bir nima bo'lsa, sen yordamlashasan. Senga bo'lsa men. Yomg'ir yog'ib qolsa-chi? Yoz yomg'irliq bo'ladi. Soldatlar hadeb borsa-chi? Sekingina bekinamiz. Yo'q Mishka, yeta olmaymiz. O'lay agar yetamiz, faqat qo'rqmasang bo'lgani. Hamma yerda qizil askarlar, och qolganlardan ekanimizni bilishsa, non ham berishadi. Qachon uyga qaytib kelamiz? Boramiz u darrov qaytamiz. Uzoq bilan 4 kun yo'l yuramiz. Qaytishga ham shuncha kun ketadi. 20 qadoqdan don to'plab tezda qaytamiz. Ortig'ini ko'tara olmaymiz. Men bir put ko'tara olaman. Yo'q, bir putni keragi yo'q. Ko'p hisob qo'yishadi. Yo'lni bilib olsak, yana boraveramiz. Kemish ishimga aytmaymiz. Bo'pti. Bo'lmasa ana Ovanka bilan ko'skib bizga ergashadi. Ajinadan qo'rqishadi-yu. Qaqa ham borardik ular Sen bilan. qo'rqmaysanmi? Nimaga qo'rqarkanman? Yarim kechada mozorga ham bora olaman. Ob qochma, mozorga yarim kechada borib bo'psan. O'lay agar bora olaman. Mishka, o'lagiram. Iloy eslab borib kelib, Xudo o'z panohida asrasin. Ovqat yemasdan 3 kun chiday olasan. Senchi? 3 kun chidayman. Lekin ortiqcha chiday olmayman. Sus, qancha chidaysan? Bir kun. Kam, men bir kun u yana yarim kun. Men ham bir kuni yana ozgina chiday olaman. Endi gap bitta. Bir-birimizdan ajramaymiz. Bittamiz kasal bo'lsak, bittamiz qaraymiz, boqamiz. Oho, Non bersa o'rtada bo'lib yeymiz. Bildingmi? bildim. Ana qara, Misha, qishlog'imizda 3 ta nasib edi. Bu yerda bo'lsa juda ko'p. Nega bunaqa? Undaki 3 qator. Stansiyaga yetib qoldik-da. U yerdan poyezd yo'li o'tadi. Misha, buni qara. Stepka dramni. Stepka! Step! Yopishmadi Murashak, qoch! Meni ham olib ketib, och qolganlardanman. O'zim ham och qolganlardanman. Siz ham bir sekund tursangiz, seni qarang.
Yo'qol! Orqada qolma! Seroja, qo'l Misha qolaveramanmi men? Qani Seroja qo'l qolmasa qolib ketasan. Mana yurib Qo'lini bersang, qo'lini bersang, Seroja. Tezroq bo'lsang, tezroq. Qo'lini uzataman. Seroga qo'lini uzat, bo'lmasa qolib ketasan, xohlamayman. Misha! Qo'lini uzat, Seroja, qo'lini uzat. Misha! 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 Seroga! Qayoqqa borasan? Toshkentga. Tush tezroq, bu Toshkentga bormaydi. Qayoqqa boradi? Sibirga boradi, so'kra. Sibir? Qanaqa Sibir? Qanaqa Sibir dedi ya. Qanaqa Sibirimiz. Voy. Voy, siz qayoqqa bormaydi, boshni bergi yo'lga kiritib qo'yishdi. Nimaga bormaydi? Seroja! Seroga! Mish! Nima deb kelishuvdik? Qayoqlarda qolib ketding? Qoping qani? Tushirib qo'ydi. Qayerda? Otdan bilaman. Ey ahmoq. Bezrayib turishini. Noningni ayrilibsan-ku. Men seni boqmayman. Bor qidirib topib kel. Ha, nima? O'zi aytding-ku, hech ajralmaymiz deb. O'zi meni yo'qotib qo'ydi. Tashlab ketmadim. Qaytib keldim-ku, nimaga yig'laysan? Qornim ochdi. Qiziqsana, Seroja. Sabr qilishni bilmaysan. Qayoqdan olaman senga nonni? Mana Toshkentga boraylik, to'yguncha yeymiz. Ammo nasibada bo'ladi deb o'zing aytuvding. Nuqul bir o'zi yeyapsan. Oppa. Boshimga balo bo'layotganga o'xshaydi. Bormayman Toshkentga, bu men oldiga, uyimizga ketaman. Keta qol. Menga sendaqa jirillaydigan o'rtoq kerak emas, jo'na. Ketaver. Men ketaman. Agar qo'rqmasang ketaver. Jo'na. Baribir yetolmaysan uyingga. Kalla kesarlar mozor oldida o'tirishibdi. Seni qopga solishadi. Olib ketib so'ng qilishadi. Keyin olib borib buvingga sotishadi. Kalla kesarlarga duch kelmasang, och bo'rilarga yem bo'lasan. Seni go'shting shirin, suyaklaring nozik. Ikki yamlab bir yutishadi. Yeganlardan qolganini yefimjarga borib ko'mib qo'yishadi. U yerga bolalarning boshini ko'mishar ekan. O'zim ko'rganman. Ha? Ketaver.
Nega qaltiraysan? Hechamda. Qo'rqdingmi? Nimadan qo'rqaman? Mal. Keyin berasan. Qayerda uxlasamiz ekan? Shu yerda yota qilaylik. Bu yerdan haydashmas. Qani, jo'nab qolinglar bu yerdan. Jo'nanglar. Amaki, mana u yerda bitta mujik chiqyapti. Seryoja, chiq tezroq. Bo'l tez. Yo'l bo'lsin. Toshkentga. Men ham birga bormaymizmi? Bo'pti. Qopingda nima bor? Hech narsa? Yeyishga biron narsa yo'qmi? Yo'q. Bu nima? Ha? Nonmi? Krushka. Ha. Hey. Ana u mujikka yog'i bor ekan. Sen o'shani O'g'irlayman. hada, lekin araqlamiz. Bizga birovning haqqi kerak emas. Bo'lmasa xotinini chalg'itib tur, yog'ni o'zim quyon qilaman. Biz o'g'ri emasmiz. Kimsizlar unda? Biz dehqonlarmiz. Ha, dehqonlar. Qani yog'ingni ishqillat. Nega turtasan? Bu meni joyim. Dehqonlar emish. Stansiya shkilli. Misha, yurtishamiz a? Tushkum yo'q. Tushmasam bo'lmaydi. O'zing tushaver. Hali shoshmay tur, qo'limga tusharsan. Voy la'nati, muttahamlar.
Men bo'lsam unga biz o'g'ri emasmiz, halol dehqonmiz dedim. Shunda och biqinimga bir soldi, mamataloq bo'lib ketdi. Qarang. Bilamiz, o'g'irlik qilish gunoh. Quloqlar o'g'irlik qilaversin. Biror narsasini so'ramasdan olmaymiz. Agar o'zlari himmat qilishsa, Birga o'tilaring shekilli. hech onda Yo'q, bular poyezdga oldingi stansiyada chiqishdi-ku. rost. Och qolsang, Xudo yo'liga sadaqa so'ra. Odamlar doim berishadi deb oyim aytgandilar. Mana senga Xudo yo'liga. Bechoralarga bersang bo'lar edi. Senga gapni kim qo'yibdi? Bitta bolangni boqolmaysan-u, tartisar. Qornim og'rib ketyapti. Voy. Qo'rqma. Seni tashlab ketmayman. Hech ham tashlab ketmayman. Sen ozmas sabr qil. Qara, shuncha odam chidab sabr qilyapti. Yaqinda Toshkentga poyezd bo'ladi. Toshkentga yetib bordik deguncha oddiy bo'lib ketasan. Mujiklarning gapiga qaraganda Toshkentdan 400 chaqirimlarda yana shahar bormish. Samarqand degan. Eshityapsanmi? Bilasanmi? Non u yerda yana ham arzonmish. Yo to'g'ri shu yoqqa ketaversak mumkin. Samarqanddan saqal chekkaroqqa chiqsak, yana ham arzonmish. Suv tekin deyshadi. Nimaga desang, u yer Osiyo. Fabrikalar yo'q. Odamlar bo'lsa istagan ishini qiladi. Nima qildi Seryoga? O'laman. U yerda o'zbeklar yashashar ekan. 4 tadan xotin olar ekan. Bittadan bo'lganda ham 4 ta hipka kerak. Choyni qozonda qaynatib ichishar ekan. Yaxshi samvar uchrab qolsa, indamasdan 12 put bug'doy berisharmish. Bitta arzimagan yupkaga 1,5 putcha bug'doy berishar ekan. O'layapman. Misha. Seroja, o'lmay tur. Sabr qil. Yotib tur. Hozir senga ozmas non topib kelaman. Ha, dehqon yigit. Qani bu yoqqa kelchi. Salom. Ahvollar qalay? Tort uni bu yoqqa, tort. Hey boylar, nima qilyapsizlar? Ha, qo'lga tushdingmi? Yana sotasanmi? Yuzingga nima qildi? Hali ham halol mehnat bilan kun ko'ryapsanmi? Qani cho'k. Ko'zini ochib qo'yaymi? Bolalar, qo'yinglar, urmanglar. Oyim bilan ukalar moch o'tirishibdi. Qo'yib yuboringlar meni. Urmanglar. Men Toshkentga ketyapman. Yo, buni o'g'irlik qilishga o'rgatsakmikin? Dehqon yigit juda takabbur. Qani oyog'imni o'p. Bunisini ham. Maraz. Bitlaqa mujik. Mana
senga it. Ham Ur yaxshilab. Solin. Ur qaniga. Bo'ldi, ketdik. Serjo'ja qayoqqa ketdi? Hech kim ko'rmadimi? Mana shu yerda yotuvdi. Men o'rtog'im kasal edi. Sanitarlar olib ketishdi. Qayoqqa? Barakka shikilli. Qopqi qani? Bilmaymiz. Toshkentda poyezd keldi, xotinlar, turinglar! Seryoga! Seryoga! Nima kerak? Serjo'shka shu yerda ekan. Ertaga kelasan, bugun mumkin emas. Kiraman, chiqaman. Ertaga ketading-ku, chetga tur. Xalaqit berma. Och qolganlardanman. Serjo'shkani olib kelibsizlar. Qopim o'shanda edi. Qopda qora yubka, latiga to'kilgan tuz kurishga bor edi. Ochsangiz-chi, men o'rtog'im, yo'qotib qo'ydim uni. Oching. Uy. Buzilib qo'yasizda. U o'lgan, yo'q bu yerda. Nega o'ladi? Nega odamlar o'ladi bilmaysanmi? Kim borishdi? Qopqani Serjo'shka o'zini kun yo'qotib qo'ydi. Men bu yubkasini Samarqandga olib ketyapman. Qopni topib bering deyapman. Iya. Qanaqa bo'lasan o'zi? Nima? Militsiyani tutsab qoldingmi, ha? O'lganlarning buyumlarini kuydiramiz. Ana Gulxon, ko'rdingmi? Qara, birov panalab kelyapti. U buni ilib ketmasin tag'in. To'kmang xolajon, undan ko'ra men ichib ola qoling, menga bering. Voy, nima qilyapsan bolam, qo'y. Kastrolni olib kirib berarsan. Och qo'yganlardanmisan? Toshkentga ketyapsanmi? Qayoqdan bildingiz? Oilangning hammasi o'lgandir. Yo'q. Oyim bilan ukalarim tirik.
Uyda qolishdi. Ammo Seryoshka do'stim o'ldi. Kecha o'ldi shu yerda. Uni olib kelmasam bo'lar ekan. Juda kichkina nimjon edi. Hali hech qayerga bormagandi. Parovozdan qo'rqardi. Sanitarlar uni bu yerga olib kelishgan ekan. O'libdi kecha. Nima kasal ekan? Ichburuq bo'lib qoldi. Ochlikdan bezgak tuta boshladi. O'ladi deb o'ylamovdim. Meni qopim bor edi, unda yoqib yuborishibdi. Qopda yubka bor edi. Uni Samarqandda tuzukroq pullamoqchi edim. Endi na qop bor, na Seryosh. Dadam biz kambag'allardan olish bor, berish yo'q deb juda to'g'ri aytgan ekan. Oti nima o'rtog'ingni? Seryoshka. Karpunin. Ye. Hozir kelaman. Xullas, Seryoshkang tirik. Yo'q. Tirik. Unda qopni nimaga yoqvorishdi? Bilmasdan. Ko'rsam bo'ladimi Seryoshkani? Yo'q. Hozir mumkin emas. Sen Toshkentga ketaver. Qaytishda ko'rarsan. Yo'q. Bora olmayman Toshkentga. U bilan kelishgandik bir-birimizdan ajrashmaymiz deb. Xolajon, maylimi shu yerda qolsam. O'tin yorib beraman, suv tashiyman, kartoshka tozalayman. Menga hech nima kerak emas. Faqat mashinchadan kasha bersangiz bo'lgani. Seryoshka tuzalgandan keyin birga ketamiz. Isming nima? Mixail. Sen Misha ketaver. Onang bilan ukalaringni o'ylashing kerak. Axir ular ko'z yoshi qilib Misha qachon kelarkan deb kutib yotishgandir. Sen bug'doy olib kelib uni ekishing kerak. Ekinzor yering bo'lmasa qanaqa dehqonsan? Ketaver. Seryoshkaga o'zim qarab turaman. Hozir poyezdga chiqish qiyin. Xotirjam bo'l. Meni stansiyada tanishim bor. Yuvinib olsang yomon bo'lmasdi. Muncha ko'p odam olmasalaring. Vagon turib o'tirgan. Ko'rsam, bo'lmasa vagon uzib qoldiraman. Misha, tezroq chiq. Tezroq qani. Mayli. Chiqaman. Mana endi hamma joyida bo'ldi. Mayli. Bolam baraka topgur. Vagoningni topib ketsak ham mayli edi. Boya Seryoshka tirik deb aldadingiz-a? Yo'q. Seryoshkang tirik. Rahmat sizga mehribon xola. Rahmat. Rahmat.
o'zimni narsamni sotyapman. Hamma yo'lni savdogarlar egallab, bizda qarorga joy ham yo'q. Har joyni ham joyini bo'shatyapman. Nima? Qani bu yerga tortasan? Ro'molni nega tortasan? Ro'molni boshida ro'molni emasman. Qo'yar ro'molni yo'qol. Nega tortasan? Yo'qol senga. Seni xotin o'zimni joyim, o'zim bermayman. Turmayman joyimda. Nega seni joying bo'lar ekan? Tur deyapman. Amaki, ozgina noningizdan bering. Jon, amaki, non bering, ozgina. Amakijon, ozgina non bering. Men bor pulimga soat olib qo'ydim. O'zi ham soatmisan, soatda. Amerika tillasi. Mana qara, hatto yurish ham eshitilmaydi. Nemislar ishlab chiqargan. Xo'sh qalay? 20 put don berishar-a? Nima deysan? 10 juft yangi etiga olib ketyapman. 5 putdan olaman juftiga. Lekin olib kelish qiyin bo'ladi-da. Bu gaping rost. Aqling ham soching bilan birga to'kilib ketibdi, tentak. Nima? Hech nima. Seni qachon kelarkin deb Toshkentda don tayyorlab turishibdi. O'zing nimaga ketyapsan? Mana shu noshud erim bo'lmasa, boshimdan zar sochsa ham bormasdim. Ana bir bo'xcha yubka sotib oldi. Hayronman, endi nima qilamiz bularni? U tomonda xotinlar yubka kiyishmaydi. Hammalari mujiklarga o'xshab ishton kiyib yurishadi deb. Aytishga aytib nimaga yubkalarni bizga sotding? O'zi qo'limdan yulib oldi-ku. Qo'lim uzib olmaganiga shukr qilyapman. Haqqini haligacha bergani yo'q. Simon, qani qarzni cho'z. Beraman, qochib ketyapman, minokat. Cho'z. Qanday kunlarga qoldik. Men boyoqishni la'nati komisarlar xonavayron qilishdi. Mana shuncha yubkani endi nima qilaman? Qayg'urga qo'yaman. Rossiyaga qaytib, galanteriya do'koni ochasan. Ha, galanteriya. Bir nima sasiyapti. Rost. Birov havoni buzibdi. Ozgina emish-a. Biqsti yubordi-yu. Mana bu yoqda ekan. Qani bolakay, chiq bu yoqqa. Chiqyapman. Chiq. Qani? Menga aytchi. Senmiding? Mana, qidiring. Kim bo'ldi o'zi bu tirrancha? Voy, nega qara? Qayoqqa ketyapsan? Toshkentga. Bu bilan gap sotib o'tirmay, tushirib yuborish kerak buni. Vassalom. Hamma yoqni bezori bosib ketdi o'zi. O'zingiz bezorsiz. Voy tirrancha. Qachon kambag'allik shuncha puli bo'lgan? Odamlarni talab, narsa yig'ib, endi pullaganni Toshkentga olib ketyapsizmi? Mushtim zo'rlarsiz, bildingizmi? Halol odamlar ochlikdan qirilib ketyapti. Qancha bola tilanchilik qilib o'tdi. Bir ushoq berdingizmi? Burjuylar, kazandalar, hammalaringizni qizlarni qo'lga topshirish kerak. Tentak. Nimaga xalqqa qarshi gap qilasan? Bunaqada poyezd tushib yuborishadi. O'shanda ko'rsa Toshkanni. U bilan pachakilashib o'tirasizlarmi? Oyda otib yuboringlar, assalom. Men hozir buni uloqtirib tashlayman. Tegib ko'r chiqani. Meni odam Toshkentda komissar. Ushla uni. Mahkam ushla. Ishla. To'xta! Kim deding otangni? Komissar, bolshevik. Hozir aniqlaymiz. Qayerlisan? O'zim buzuq yezdidanman. Bo'lsingchi. Bo'lisimiz Lapatin bo'lisi. Otangning familiyasi? Mitrofanov. Gapi yolg'on. Men o'zim buzilmayman, lekin bunaqa familiyani bilmayman. Qo'lga tushdingmi? Nega yolg'on bo'lar ekan? Ishonmasangiz chekada so'rang, aytib berishadi. Shu bilan adibadalashib o'tiramizmi? Qani? To'xta deyapman. Tema bolaga. Xo'sh, oting nima seni? Mixailo. Bu yoqqa yur, Mixailo. Xo'sh. O'tirchi, Mixailo. Dadang Toshkentda ko'pdan ishlaydimi? Keyin ochdi. O'sha yerda qolasanmi yo uyingga qaytasanmi? Yoqib qolsa, qolaman. Yoqmasa, 20 picha don olaman u qaytaveraman. Shuncha donni qanday qilib olib kelasan? Meni muhrlangan hujjatim bor. Otam yuborgan. Ushlashga hech kimning haqqi yo'q. Qani ko'rsatchi. Hammaga ko'rsataversam, dabdala bo'lib yirtilib ketadi. To'g'ri, Mixailo, hech kimga ko'rsatma. Ye. Toshkentda hisoblasharmiz. Insof bilan aytganda. Toshkentda sizni qo'llayveraman. Yaxshi bo'lardi, uka. O'zing bilasan ahvolimiz. Tortib olishadi. Men bilan yursangiz olishmaydi.
Turnalar uylanishini, zo'r ziyofat berishni, mana bunday soatni hech zamon ko'rganmiding? Tralalalalalalay, tralalalalalalay. Ol, ol. Mayli ochsam. Ocha qol. Ocha qol. Suvaraklarni solib qo'yishgan ekan. Ablalar! La'nati savrlar! Xonavayron qilishdi! Qayerda yotaman? Qayerda xohlaysan? Tebadami, pastdami? Ha, xo'p. Qani, chiqa qol. Ular! Qani bolaga joy ber. Hey, surral! Boshingni ko'tar. Uxlayver, Mixaila. Ablava! Yubkalarni oldayapman. Qani bor tez. Ketdik. Yurma qani. Mixaila, nari var. Mixaila, tur o'rningdan. Yoqqa tush. Hey, menga ko'mak ber. Kimsizlar? Hujjatingizni ko'rsating. Hujjatimiz bor. Mixaila, ko'rsatib qo'y. Hech qanaqa hujjat yo'q menda. Aytvoychi! Haqlaringiz yo'q meni ushlashga. Ushlaringizdan arz qilaman. Nega meni ushlashlar? Qo'yvoring dema, qo'yvor. Qo'rqitib yubording, badbaxt. Tu. Bu yerda nima qilyapsan? O'zing nimaga kelding? Ishing nima? Jo'na. O'zing jo'na. Qonunni bilmaysanmi? Bu yerda 2 kundan beri uxlayman. Meni yashigim. Voy qonunidan o'rgildim. Yashik seniki emas, hammaniki. O'ldiraman. Bitta chertib ko'rchi, meni o'tog'im stansiyada komissar, bolshevik. Ay! Ko'rdingmi? Hey, nima qilyapsan? Men seni ko'rsatib qo'yaman. Qani shunaqami? Seni xosingga ham ko'rsatib qo'yaman. Ko'ramiz. Mana senga. Mana senga. Sen qara. Mana. Qani bezorilikni bas qiling, tentaylar. Gap chiqinglar. Tezroq. Qani tezroq qimilla. Bo'linglar. Bol. Qani? Men bilan yuringlarchi. Qo'yvoring meni. Oyim sog'ganmi? Ukalarim sog'ganmi? Oyim yo'laverib ko'z ko'rib qo'yam. O'rtoq Dunayev, och qolganlardanman. Buzuluq yezdidan kasalxonamni yo'qotib qo'ydim. Bilaman senlarni. O'zim yetim o'sganman, lekin ishdan hech qochmaganman. Timofey, labay o'rta Dunayev. O'rtoq Dunayev, bu yoqqa ber ularni. Bizda odam yetishmayapti. Mana o ish yoqmaslarni ko'rdilaringmi? Revolyutsiyaga ko'maklashdan qochishyapti. Volga bo'yiga g'alla eshelonni yubora olmayapman. Parovozning yo'nalg'isi yo'q. Bu yerda odamlar ochlikdan o'lishyapti. Sizlar bo'lsangiz bu yerda ishdan qochib yuribsiz. Qani bolalar, ishga tushinglar. Meni ishdan qochira olmaysiz. Qancha ishingiz bo'lsa ishlab tashlayman. Bolalar, bu yoqqa kelinglar, bo'la qolinglar. Hozir. Nima, bugun odamlaringiz juda ham kam. Qochib ketishdimi? Bora shu. Bugun yana 3 kishi yotib qoldi. O'lib qolishmasa yaxshi edi.
Kartochkangizdan bitib bering. Kun bo'yi qo'shiq aytib, o'yinga tushaveraman. Ruscha qo'shiqlarni ham bilasanmi? Ruscha bilmayman, o'zbekcha aytaman. Qiziq ekansan. Yaxshi, o'zbekcha ayta qol. Qo'shiq aytmasang, o'tin tasha. Non bering, xohlaganingizni aytib beraman. Ha o'zbekcha, ha ruscha, ha qirg'izcha. Yoningiz xaltangizda, o'zim ko'rdim. Yaxshi o'ynab, xursand qilaman. Shumi? Ha, ilib ol. Ana meni ko'rdingmi? Kuni bilan o'yin tushdim. Sen ahmoq bo'lib ishlayotibsan. Nimangni ko'raman? Masxarabozlik qilib emaklaganingnimi? Sen kun bo'yi ishlab nima olding? Menga nonni kuyugi bilan qovunni po'chog'ini berishdi. Yaxshi solar ekan. Kecha shu narsa deb musofir nemis uchun iflos suv ichdim. Ishlarimni yechib chopdim. Bunaqa sharmanda bo'lganimdan ochimdan o'lganim yaxshi. Nonimdan bir tishlam bersam, orqamni o'pasanmi? Hozir bir solaman, oyog'ing osmondan bo'ladi. Tur yo'qol. Ma, shunday yo'qol. Ma. Meni tishim o'tkir. Suyaklarni yevoraman. Qayoqqa ketyapsan? Toshkentga, senchi? Hech qayoqqa. Toshkentga 2 marta borib kelyapman. Rostdanmi? Qalay ekan u yer? Yomon, hech kim sadaqa bermaydi. O'g'irlik ham qilib bo'lmaydi. Men o'g'irlik qilganim emas, ishlaganim ketyapman. Yo'lda nima yeb ketasan? 10 kun, a? Tilamchilik qilaman. Qanday qilib? Hech kim hech narsa bermaydi. Bitta xotin shirguruch berdi menga. Seni qara. Bittasi yaxshi bo'lsa, mingtasi yomon. Qaynoq suv sepishadi. Uni ko'r. Vagondan tursab yuborishdi. Pichaklik sotib bo'lar ekan. 5000 ga sotib beraman. Bilasanmi? Pijanga 5000 so'rab. Odamlarni dil qilamiz. Sen meni tanimaysan, men seni. Savdolashamiz. Bo'l tezroq. Bor. Kimda pijak? Yaxshi pijak. Mana pijak ko'ringlar. Joy yaxshi. Kim olsa ham baraka topadi. Kim oladi? Yana 10 yilga chidaydi. Kimga pijak? Bunaqa pijak hech qayerda topa olmaysiz. Olinglar, juda arzonga beraman. Keyin xursand bo'lasizlar. Olinglar. Menga qara, evakuatsiyaga ruxsatnoma kerak emasmi? Nima? Ketishga ruxsatnoma. Bunaqa qog'oz bilan istagan poyezdingga o'tirishim mumkin. 5000 turadi o'zi. Senga 3000 ga beraman. Olasanmi? Toshkentga ham borsa bo'ladimi? Bo'lmasam-chi, istagancha yuk olishim mumkin. Sotmasdim-u, lekin xotinim og'ir yotibdi-da. Pijagimni men ham sotaman. Pijak? Qancha? 5000. Pijak sotasanmi? Sotaman. Yaxshi pijak ekan. Biz almashyapmiz. Bu yoqqa bering. Biz almashyapmiz. Men 6000 beraman. Oldin men so'radim. Bu yoqqa bering pijakka. Amaki, ketaversin. Ahmoq, butun shu rasvo qilding. O'zi ahmoq. Men boshingga qashding. Men uni qo'rqitmoqchi edim. Endi nima qilamiz? Boshqatdan boshla. Savdolashamiz.
5 taga berasanmi? Shuncha pul nima qiladi senda? Meni pulimni ko'rganmisan? Bir sheringni ko'rib turibman. Hozir menga battar qilib qo'yaman. Urushmanglar, urushmanglar ey botalarim. Urushmanglar. Amaki, bizni ko'rdingizmi? Yaxshi pechak totamiz. Amaki, pechak qo'ying. Yaxshi pechak. Sen rahmon. Gapga kirib o'tiribman. Qorni ochib, piyoda spravkani ham qo'ldan chiqarib yubordim. G'inshima. Spravkadan foyda yo'q. U bilan bir zumda militsiyaning qo'liga tushib qolasan. Nega orqamdan ergashib yuribsizlar? Ertaga ertalabgacha hamma o'tini tushirishingiz shart. Tushunarlimi? Bu yerda ortda qola olmayman, o'rta Odinoyev. Axir buyruq ham bo'lgan edi. O'rta Odinoyev, keling endi. Sen boravergan, men hozir orqangdan yetib olaman. Boraver. Ha, eski tanishimiz-ku. Qochoqlar. Nima qilyapsan bu yerda? Mador yo'q. Nima qildi? Tinkam qurib ketdi. Yaxshi o'mabdoshni. Ha? Axir odam yuborishmayapti-yu. Suratni ham yuborishmagan. Ha. Ehtimol u bizni zonaga 2 kun burun kirib olgandir. Ha? Axir qanday qilib stansiyani o'ra olaman? Otryadimda bor yo'g'i 5 ta odam qolgan bo'lsa. Suluvni bugun Toshkentga jo'natishyapti. Ha. Axir tushunaman. Axir tushunaman. Ha. Stepan Tranovni tutish oson ekanmi? 32 yashar Bozolok uyezdidan. Bozolok uyezdi. Bozolok. Bozolok uyezdi. Sen Bozolok uyezdidanmiding? Stepan Tranovni tanimaysanmi bola? 32 yoshlarda. Qo'y ko'z, o'rta bo'yli, sariq soch. Ha? Bizning qishloqda Dranovlar yo'q. Shu oq gvardiyachi ablahni hech tuta olmayapmiz-da. Oblast shimolida bosqinchilar bosh ko'tarishyapti. Ammo ularni siqib qo'yganmiz. Agar ular janubga o'tib olib, bosmachilar bilan qo'shilib olishsa, juda ham ko'p qon to'kilishi mumkin. Ana shunaqa gaplar, Mikhail Dadonov. Qancha och odamlar tentirab yurishibdi. Biz to'qmiz. Otang qayoqda? Bevaqt o'lib ketgan. 38 ga ham to'lmagan edi. 2 marta urushda bo'lib o'lmagan. Ochlikka bardosh bera olmadi. Oyim qoldi ukalarim bilan. Menga yaxshi. Dadam o'lgan, oyim o'lgan. G'ir ketimman. Qayoqqa xohlasam, shu yoqqa boraman. Qayerda xohlasam, shu yerda tushaman. Ukam bechora bo'lsa, quduqqa tushib o'lgan. Nafasim qaytib ketmadimi? Biroz siqilishga to'g'ri keladi. Bir o'rtog'am kechib qopti. Bu ham chekishlardan. Salom. Salom.
Salom. Salom. O'tiring. Rahmat o'rtoqlar javob berganingiz uchun. Qayoqqa ketyapsizlar? Toshkentga. Qarindoshlaringnikidir. Bosmachilarni qiyratgan. Oo. Bunaqa ishlarga hali yoshsan, o'qish kerak, kamsa bo'lsin axir. Oldin bosmachilarni yo'qotish kerak, keyin o'qiyveramiz. O'zing qayoqqa ketyapsan, o'rtoq? Ha? Men ham la'nati bosmachilar bilan kurashgani ketyapman. Toshkentda zarbdor brigada tashkil qilaman. Bundan oldin ataman Serov bandasini qirib tashlagandik, balki eshitgandirsan. Ha. Yaxshi. Xo'sh, azamatlar, bir cho'qurlik qilmaymizmi? Mayli. Mana qog'ozda ozgina choyim bor. Nonim ham. Ozgina qantam bor. Ana u yotgan kim? Kasal emasmi? Ha, yo'q, shunchaki charchab yotibdi. Ha, qo'yavering, yotaversin. Ha, yaxshi. Borib Nachalindan so'ray, choy qaynatib bersin. Men choy ichmayman. Uxlayman, xo'pmi? Sulu, o'sha qidirishib yurishgan Qulon o'g'li Stepan shu bo'ladi. Qayoqdan bilasan? Bilaman-da. Biz bir qishloqdamiz, Dran Stepan. U meni o'g'ilxonada bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'ldi. Nega Dunayevga hech nima demading? Stansiyada olib qoladi deb qo'rquvdim. Toshkentga borishim shart. Yerimizga ekishim kerak. Meni chaqira ko'rmanglar. U ko'rdi, meni taniydi. Uni nagani bor. Cho'ntagida og'ir narsasi bor ekan. Nagan. Mana, choy ham tayyor. Bolani uyg'otinglar. Damni olaversin, uning ichidan men ichaman. Xullas bosmachilarni birga qiyratamizmi? Sen komsomolsan-ku. Otryadga faqat kommunistlarni olishardi shekilli. Hammani olishadi. Yo'llanmasi bo'lsa bo'lgani. Ha, shunaqa deding. Derazani oldida o'tirsam maylimi? Mayli. Lekin choyni o'zing qiyasan. Serov bandasini tormor qilishganda komandir kim edi? Terexov. Semyon Ivanovich Terexov. Chin kommunist edi. Esimda bir kun uni qishlog'iga keldik. Uyiga kirib qarasam, aytib nima qilaman. Bunaqa gaplarni eshitishga hali yoshlik qilasan. Undan ko'ra choyini ich. Ha, gapirma. Nimasini aytay? Otamni qanday o'ldirishganini? Ovulimizda ikkita kommunist bor edi. Otam bilan amakim. Men o'shanda 14 yoshda edim. Boy uylanish niyatda ekan. Dadamga qo'yib beraman. Menga qizingni ber. Yo'qsa xolingga maymunlar yig'laydi dedi. Otam qamchini olib, boyni savalab ketdi. Boyni qoni bilan qonimni bulg'ashni istamayman dedi. O'sha kechasi bosmachilar kelishdi. Otamni arqon bilan bog'lashdi. Boy pichoq bilan otamni ko'zlarini o'yib oldi. Otam baqirib jim bo'lib qoldi. Oyim dod solishga tushdi. Boy unga ovozingni o'chir, odamlarni uyg'otib yuborasan dedi. Oyim bo'lsa dod solaverdi. Boy qamchini oldida sirtmoq qilib oyimning bo'yniga soldi. Oyimning nafasi qaytib jim bo'lib qoldi. Bu dahshatli voqea meni ko'z o'ngimda bo'ldi. Otamni, onamni qasosnomaguncha qo'ymayman. Serov bandasi tormor qilinganda Terexovning komissari kim edi? Bykovmi? Ha, Bykov edi. Yo'q, Bykov emas. Petrov. Ha, esimdan chiqdi. To'g'ri, Petrov. Yolg'on. Terexovning komissari bo'lmagan.
Hech ham bo'lmagan. Yaxshi, hazilni bas qilaylik. Qayerdadir ko'rganman bu bolakayni. Hey, bola. Chipta kovushi ham tanish. Qara, qotib qopti. Yuragim sezib turuvdi. Mikhail Dadonov. Hech bir-birimizdan ajrasholmaymiz a. Ha, nega indamaysan? Tanimayapsanmi? Stopka. Stansiyada Seribda harbiy kishi surishtiruvdi. Kim? Dronov Stepan deganini bilmaysanmi deb so'radi. Xo'sh. Sulk yezdidan dedi. Xo'sh. Bizning qishloqda Dronovlar yo'q. Unaqa odamni tanimayman dedi. Demak, men seni tanimayman. Boplabsan. Lekin durust joylashyapsan. Xuddi ziyofatga ketayotgan boyvachchaday. Alohida polkadan joy beribdi-ya. Onang seni bunaqa ustomonligingni xayoliga ham keltirmasa kerak, a? Xo'sh. Demak, bosmachilarga qarshi birgalikda kurashar ekanmiz-da. Xo'sh. Vagondan o'zlaring sakraysizmi yoki o'zim uloqtirib tashlaymi? Gapiringlar. Qo'lingni ko'tar. O'rtoq bolshevik. Biz vagonda sakramaymiz, senga ham yo'l qo'ymaymiz. Qo'lingni ko'tar. Sen nima deb o'ylovding? Mikhail, yaxshi taniysanmi, yanglishmadingmi? Oti nima? Nega yanglishar ekanman? Dronov Stepan. Qulovni o'g'li. Meni og'ilxonada bo'g'ib o'ldirmoqchi edi. Ahmoq bo'lmasam, o'shanda seni qo'yib yuborarmidim. Rahim, ko'ziga qarachi, qanaqa ekan? Qo'y ko'z ekan. Bo'ri ko'z. Mikhail, shu Rahim bilan nachalni chaqirib kel. Sen bandit qo'lingni tushirsan, peshinadan otib tashlayman. O'rtanachalik. Biz bandit tutib oldik. Ko'paydi. Yuring tezroq. Bandit? Qanaqa bandit? Bandit. Haqiqiy bandit. Uni yaxshi taniyman. Biz u bilan ham qishloqmiz. Bandit. Haqiqiy. Yuring tezroq. Buni qarang-a. Mana o'rtoq nachalnik. Shoshilinch telegram yuboring o'rtoq Donoyevga. Baribir tutdik bu mushtimiz o'rni. Qochib qutulib bo'pti. Kim aytdi uni bandit deb? Uni men taniyman. Bizni qishloqdan. Dronov Stepan. O'rtoq Donoyev uni qidiraverib, oyoqda oyoq qolmadi. Rostdan ham qishloqmisizlar? Rostdan. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Ot, monjaloq. Qo'yman. Diqqat ber. Otlapasan. Otyapman. Otla. Qo'yman. Deyma menga. Deyma. Xoin. Bolalar qani? Ular meni birinchi stansiyadayoq tutib berishadi.
Ilohi poyezdan yiqilib tushsin. Xudoni balasi bo'lsin. Alloh bilan uni Xudo ursin. Ilohi yiqilib tushsin. Xudo yiqilib bo'lsin. Men uni tanimayman. Men o'zbekman. Men odam bosmachi. U Xitoyda ketib qolgan. Men shu kiyozga startda tushib qolaman. Stepan aka, sizni yaxshi ko'raman. Meni otmang, jon aka. Stepan, Stepan, otma meni. Nega otasan? Biz axir bir qishloqdanmiz-ku. Voy, meni kimlarga tashlab ketding? Sensiz holim nima kechadi endi? Ey Xudoyim. Voy, tashladim. Qayerdansiz otaxon? Qayerligimni ham unutib qo'ydim. Guvernamni ham qayerdaligini bilmayman. Qishlog'imdan chiqib ketdim. Shunday yerimni tashlab ketdim. Ketayotganimda yuragim ezilib, ko'zlarimdan tirqirab yosh chiqib ketdi. Bo'lmasa nega ketdingiz? Qanday qilib ketmay? Shunday yerni bahorda uruqsiz qoldirib bo'ladimi? Bu gunoh emasmi, bolam? Urug'liq topgani ketyapman-da. Yer uruqsiz azob cheka boshladi. Balki piyoda ketarmiz. Qo'ltiq tayoq bilan bir oyoqlab qayoqqa ham borardi. Yuradigan men, sen emas. O'zi ikki oyoqda menchalik yura olarmikin? Yurishdan qochadigan odam emasman. Xudo oyoqdan darmonni olmasa bo'lgani. Xo'p, kelishdik. Ertaga ertalab yo'lga chiqamiz. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, mayli. Xo'p, xayr, Rahim. Balki yana ko'risharmiz. Ketma oshna. Issiq, suv yo'q. Shularning orqasidan sekin ketaveraman. Bo'lganicha bo'ladi. Mayli, birga boramiz Toshkentga. Poyezd. Shu yoqqa kelyapti. Ish ochiq. Qo'ymayman, Rahim. Nimaga? Qo'rqaman. Hech ilgari qo'rqmasdim, endi qo'rqaman. Kuchim yo'q. Men qo'rqmayman. Bu yerda o'lib qolsa qo'rqaman. Yurmishga chiqamiz.
Hozir. Makam ushla. Amakijon, yordam beringlar deb. Tushib ketaman, yordam bersanglar, amakijon, yordam bering. Yordam bersangiz, amakijon, amaki. Sandaga belirsizlarning urug'i ko'payib ketdi. Nima? Instruksiyani bilmaysanmi? Rahmat deyishni ham bilmaydi-ya. Siz juda go'shim tushib qoldi. Xayrlisan. Robotin. Kim bilan ketyapsan? Otam bilan. Otang qayerda qoldi? Narigi vagonda. Jonga tegib ketdilaring. Otang qayoqqa ketyapti? Toshkentga. Toshkentda o'lish yaxshiroq ekanmi? Nima? Shunday. Hech nima. Otangning yonida puli ko'pmi? Juda puli ko'p edi. Yarmini o'g'irlab ketishdi. Qayerda? Buni oldingi stansiyada. Latta ekan dadang. Cho'ntagidagini oldirgan bo'lsa. Tajribasiz. Sen nega qolib ketding? Qornim og'rib qoluvdi. Yerga chipchon qo'yishim bilan poyezd yurib ketdi. Otam vagonda edi. Men qolib ketmay deb ilinib qoldim. Rahmat, siz meni tortib oldingiz. Tortib olmasam nima bo'lardi? Yiqilib o'lardim. Shayton bolaga o'xshaysan. O'zingiz bunga o'xshaysiz. Agar shu kelayotgan stansiyada qorayni o'chirmasang, ko'rasan. Misha! Toshkent! 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 Ura, Gap qarang, yeganlar darmonda, yemaganlar armonda, ha? Hop! Hey, ko'zingiz qolmay. Baraka. Otaxon, marhamatsizlar. Voy balogiraga uchrab ketgur. Nonimni bu yoqqa bera. Ishlaylar. Nonimni o'g'irladi. Qurib ketgur, to'xta, shoshma. Mana senga. Qurib ketgur. Non yemay bo'l. Mishidan qoch. Voy o'lay. Hay, ishlaylar. Yer yutkurdi. Voy shuram. Hay, ishla. Qoch, Misha! Ular seni o'ldirib qo'yishadi. O'ldirib qo'yishadi deyapman. Mayli o'ldirib qo'ysin. Oyoq qo'lini chopishadi. Chopsa qolsin. To'xtanglar. Unga tegmanglar. Uni urmanglar. Uni o'rniga meni uringlar. Hammasini men qildim. O'sha xotinning parasini men uloqtirib tashladim. Nonni ham men o'g'irladim.
Mana faqat ozgasin yedik. Unga tegmanglar. Uni o'rniga meni uringlar. U yetim bolaga rahmingiz kelsin. Shafqat qilinglar. Uni Toshkentga men olib kelgandim. Meni o'rtog'im bo'ladi. Uni mehmon qilmoqchi. Qani tur akasi, tur. Yo'q, ko'rmayman. Tur deyapman. Yo'q. Yur. Yur. Men boqib olay savoblikka. Savoblikka? Ha? Ishingizni qiling ya. Tegmang deyapman. Meni gapimga tushunmayapsizmi? Xohlaysanmi? Ha, xohlayman. Shunaqa demaysizmi? Mayli, ola qoling bo'lmasa. Lekin ko'z quloq bo'lib yuring. Ikkinchi bunaqa qilmasin. Shunaqa bo'lsin. Hop. Qani yur. Qo'rqma, baribir qochib ketaman. Yur. Mishka. Biz hali yana uchrashamiz. Rahim, seni qayerdan topaman? Qo'rqma. Seni o'zim topaman. Xayr, Mishka. Rahim. Qani bu yoqqa. Yur. Tog'a, ha tog'a. Nimaga meni qutqarib oldingiz? Biz qayoqqa ketyapmiz? Meni qutqarib qolganingiz uchun sizga ko'p rahmat. Nima desangiz shuni qilaman. Qirqini qilishni bajaraman. O'g'ri emasman. Hali bozorda bir bo'lib qoldi. Hammada ham bo'ladi. Men dehqonman. Ish qidirib kelganman. Nima ish buyursangiz hammasini qilaveraman. Bilasizmi, omoch bilan yer ham qaytaganman. Menga ko'p kerak emas. Begonaga ko'z olaytirmayman. Har bir tiyinni halol ishlab topaman. Menga pulli keragi yo'q. Tog'a. Menga bir ikki qop don bersangiz bo'lgan. Ha. Qani bu yoqqa yur. Mahkamboy. Bo'ladi. Choy olib kel. Hop bo'ladi. Bug'doyingiz bormi? Bug'doy? Obbo muttaham shaytoni. Shayton. Salom. Qani, bu yoqqa chiq. Choy ichamiz. Nima? Choy ichamiz deyapman. Ha. Yo'q. Rahmat. Oldin ishlab bering, keyin choy ichaveraman. Obbo seni. Tekin ovqat yemayman. Mahkamboy. Labbay. Bu yigitchani ishga soling. Xo'p. Qani yur. Qani ko'tarchi. Belli bereket hap oğlum. Çopma, çarçap olasan. Ha, barakallah.
Ustachi. Yelkangni ezib yuboribdi bu. Hozir to'g'rilaymiz buni. Qalay? Yaxshimi? Yaxshi. Bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum boyada. Salomatmisiz? Shukr. Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum boyata. Va alaykum assalom. O, barakalla, barakalla, barakalla. Ish tugadi. O'zimni ham yig'ib oldik. Menga ko'p yaxshilik qildingiz. O'shanda qutqarib oldingiz ishga olib. Yedirdingiz va ichirdingiz. Hammasi uchun sizga ko'p rahmat. Yaxshiligingizni sira unutmayman. Endi men uyimga ketishim kerak. Ha, bu yer yoqmadimi senga? Yo'q, nega yoqadi? Men uyga borishim kerak, bug'doy ekishim kerak. Men oyim bilan ukalarim kutib yotishibdi. Seni xuddi o'z o'g'limday juda yaxshi ko'rib qoldim. Endi hech qayoqqa yubormayman. Shu yerda turaverasan. Bor, ishlayver. Nega endi unday deysiz? Boyata. Boyata. Qolamayman. Javob bering menga. Yer bo'sh yotibdi, urug'lik kutyapti. Qanaqasan o'zing? Hadeb yer deysan, bu yerda ham yer bor mana. Siz yeringizda hamma narsa bor. Bizniki qaqshab yotibdi. Yer ekilmay qoldi. Tushunasizmi? Qurib qoldi. Qurib qoldi? Javob bering, Boyata. Haqqimni to'lang. Bug'doy va'da qilgandingiz. Esizdami? Hech nima va'da qilmaganman. Haqqimni to'lang. Shularga haqqimni bering hozir. Yo'qol. Menga qo'l ko'tardingmi hali badbaxt? Bir tiyin ham bermayman. Jo'nab qol. Hali shunaqami? Unda endi meni ko'rasan. Hamma ishkomlaringni dabdala qilaman. Ushlanglar meni. Mana bo'lmasa. Mana. Misha. Yaqlashma. O'zingni bos. Yaqlashma deyapman. Nima qilyapsan? O'zingni bos deyapman. Qo'yib yubor meni. Ko'rsatib qo'yaman unga. Misha. Ko'rsataman. Oğlum, Qo'yib yubor deyapman. Bırakma. Yaqinlaş. Haqqimni to'la. Ana senga haqimish. İttivatçı. Haqqimni to'la. Oğlum, o'zing mehnat qilgansan-ku. Nega sindirasan? Yaxshi gap bilan ilon indan chiqadi. Ha, men boy bilan o'zim gaplashaman. Xo'jayin, bu yosh bola ekan. Biz bilan barobar ish qildi. Hada, haqqini bering. Siz aralashmang. Bermayman dedimmi, bermayman. Bu insofdan emas. Zamonaga qarab ish qiling. Sizni ham tilingiz chiqib qoptimi? Shuncha yil qilgan mehnatim evaziga shumi? To'xta. Qachongacha qonimiz uzunlik bo'lib so'rasan? Yo bolani haqqini ber, yo bug'ib o'ldiraman ablah. Ay, nima qilyapsan? Xudodan qo'l. Gapir berasanmi yo'qmi? Gapir, bolani haqqini ber. O'ldiraman. Beraman.
Beraman. Lekin sizlarning haqlaringizni ham mana shu bolaga beraman. Mishka. Olaver. Hammasi seniki. Ularning ishlagan haqqini ham senga beraman. Lekin birontasiga ham bera ko'rma. Hamma pul seniki. Hammasi seniki. Misha, to'xtagin. To'xta, Misha. Bitta otni necha pulga berarkan agar sotib olsam? Nima bu? Teyarimdagi yordammi? Buvajon, biznikilar qani? Shoshma. Qayoqdan kelding? Oyi. Menga qarang. Men keldim. Oyi, ko'zingizni oching. Oyijon.
oyi. Turyapmizda. Sizlarga non olib keldim. Yeng oyijon. Yeng. Oling yeng. Bo'lagina. Tirikmisan? Tirikman oyijon. Yasha bilan Fedya o'lib qolishdi. Seni ko'rishga ilha qildim. O'g'lim. Qayerlarda bo'lding o'g'lim? Men juda uzoqda bo'ldim. Toshkentda ham bo'ldim. Qanaqa ekan Toshkent? Toshkentmi oyi? Non shahri ekan.